Aynan shunaqa to'y qilish necha yillik orzum edi va bundan boshqachasi prosta umuman tasavvurimga sig'mas edi. Bo'ladi-yu, haligi yo'q qilsam shunaqa to'y qilaman yoki umuman uylanmay o'tib ketaman yoki prosta nikohdan o'tib yashab yuraman degan narsalar boshqacha variant xayolimga umuman sig'mas edi. Ukajon, sen singlimiz Muslimaxonni tam mahramlikka olishga, u bilan umringni oxirigacha birga bo'lishga, yaxshi va yomon kunda yonida bo'lishga tayyormisan? Tayyorman. Endi mana shu ajoyib chiroyli uzuklarni olib bir-biriga taqib qo'ysanglar bo'ladi. Bu marosim nima deyiladi bilmayman, lekin nikoh deyilmaydi, chunki nikohdan o'tib bo'lgandik. Zaks deyilmaydi, zaksdan tabiiyki o'tganmiz. Bu o'sha norasmiy rozi-rizochilik, roziligini olish, hammani oldida shu mas'uliyatni o'z bo'yniga tan olib ilish marosimi va shuni Sarvar aka boshlab berganlari, aynan Sarvar aka shu roziligimizni olib berganlarida qanaqadir bir ramziy ma'no bor. Kimki niyat qilgan bo'lsa, men ham uylanaman, baxtli hayot kechiraman degan odamlarga Hafiz ko'rsatib berdi bu premyera. Baxtliman 2 yoshga qo'sha qaranglar, birdamliginglar, do'stliginglar, aqlchiliginglar yo'qolmasin. Badiiy qismimiz ochiq, marhamat dasturxonlarga to'yimizni boshlaymiz. Va men uchun eng muhim bo'lgan narsalardan biri bu to'y boshlanishi aynan shunaqa xotirjam, chiroyli, estetik, odamni bir tinchlantirib, atmosferaga olib kiradigan bo'lishi va bu narsani uddaladim deb o'ylayman. O'zimga yoqadigan musiqa, jonli ijro, odamlar qanaqadir yuqori kayfiyat bilan boshlandi. Lekin men hayron qoldim. Nega kelib bilan kuyov o'rtada xuddi qurol va qurolchi bo'lib o'tirmayapti? Chunki bu zamonaviy to'y. Hamma bir xil. E'tibor bergan bo'lsangiz, chalingan musiqalar har xil. Hammanikiga o'xshash to'y qilish g'oyasidan qochgan bo'lsam ham, lekin o'zligimizni unutib qo'ymagan holda shu ishga kirishdik. Ya'ni yaponcha musiqa ham bor, Botir Zokirovning qo'shiqlari, mahallada Dudu gapni soundtreki, ko'plab mana shunaqa qiziqarli musiqalar. Nimaga? Chunki ular rostdan ham yaxshi musiqa. Haqiqiy ijodkor odam uchun farqi yo'q u musiqa qayerda va kim tomonidan yozilgani. Yaxshi bo'lsa, yaxshi. Botir Zokirov musiqalari, mahallada Dudu gapni soundtreki
ishlataveramiz. Hafiz iltimosiga binoan bugungi to'yimizni Hafiz eng yaxshi ko'rgan she'ri bilan boshlamoqchimiz. Shunaqa o'zim rejalashtirgan unikal g'oyalarimdan biri bu to'yimda boshlovchi bo'lmaydi. Chunki birinchidan normalniy boshlovchi topolmadim o'zimga yoqadigan, ikkinchidan mana hamma tanishlarim bloger, media sohasi vakillari va hamma o'zi chiqib qolisi she'r aytadi. Kuy avjida uzilmasin tor. She'r yarmida sinmasin qalam. Yashab bo'lmay umrini zinhor. Bu dunyodan ketmasin odam. Xohlasa konkurs qiladi. Bilasizlar to'poligi. Qizlar aqlli roman dedingizmi? Nada? Xohlasa qanaqadir shou uyushtiradi. O'zini erkin ijodi ularga tam 5 minut, 10 minut, 15 minutdan vaqt ajratildi. Hamma qanaqadir ma'noda, qaysidir ma'noda o'zini bosh qahramondek yoki qanaqadir mas'uliyatli odamdek his qildi. Hammamiz kayf qildik xullas. Necha pul bo'ldi taksi? Yo, confidentialli. Kim gapirishni o'rgatdi Muhammad Siddiqqa? Aytgancha videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Shu orqali ijodimizni qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz va shu narsalarni ko'rib YouTube bu videomizni yana ham ko'proq yurtdoshlarimizga, xalqdoshlarimizga tavsiya etadi. Mana shu manfaatli ishda hammamiz birlashaylik. Like bosing, uni olib chiqib keyin sotaman. Malades, gap yo'q. Yevropeyskiy to'y bo'pti degan gaplarni yomon ko'raman. Bu haqida Reels ishlagan edim. Mabodo Instagramga kirmaydigan, Instagramni o'chirib olgan odamlar bo'lsa, bir ro'y eslatib o'taman. Bu yevropeyskiy to'y emas. Chunki birinchidan men o'ylamayman, Germaniyada oq lolalar valsi yoki tam Botir Zokirov musiqalari chalinadi deb. Birinchidan, ikkinchidan o'sha aytganimda Yevropaliklar bu narsaga bizdan oldin yetib kelgan. O'zi aslida bu normal, adekvat to'y. Eng muhim odamlarni chaqirasan, xohlagan joyingda qilasan, xohlasang tabiatni qo'ynida, xohlasang cho'lda, xohlasang podvolda, xohlasang suv ustida, xohlasang Kamazzi furgonida. Prosta Yevropaliklar bizdan oldin boshlab shu narsani ko'rsatib, targ'ib qilib o'ziniki qilib oldi-da bu narsani. O'shaning uchun Yevropaga taqlid qilsalar-da, yevropeyskiy to'y qilsalar yoki malades yevropeyskiy to'y qilsan. Yo'q, bu yevropeyskiy emas. Bu prosta tabiatni qo'ynidagi normalniy to'y. Lekin shu bilan birga bu o'zbekcha to'y emas. Buni ham tan olishimiz kerak. Bu yevropeyskiy emas, o'zbekcha emas, ruscha emas, arabcha emas. Prosta, tipa kelin-kuyov qanaqa xohlasa shunaqa to'y. Bu video necha minut bo'ladi bilmayman-ku, lekin bitta narsani aniq ayta olaman. Bu polniy to'liq video emas. To'liq videoni men YouTube'ga joylay olmayman. U yoqda musiqalar bor. Musiqalar uchun YouTube mualliflik huquqi, tam copyright u yoqqa olib berib, kanalim bilan o'chirib yuborish mumkin. O'rniga boshqa musiqa qo'ya olmayman, chunki zo'r musiqalar ishlatilgan atmosferaga kiras, uni almashtirish prosta noto'g'ri. Ikkinchidan, katta auditoriyaga har baloni ham ko'rsatib bo'lmaydi, chunki auditoriya katta bo'lgani sari u har xillashadi, fikri har xil, turlicha tushunadi. Ishoning, men necha yildan beri bloger bo'lib yurgan odam sifatida bu narsani juda yaxshi tushunaman. Lekin o'zim uchun moslab qilgan montajim, ya'ni oilaviy, esda qoladigan hamma narsa boricha, musiqalar ham, konkurslar ham, hammasi qanday bo'lsa shundayligicha ko'ringan versiyasi yopiq kanalimda bor. Nimaga? Chunki birinchidan yopiq kanal anchadan beri yurityapman. U yoqqa eksklyuziv kontentlar joylab boriladi, gaplashamiz, tanishuvlar bo'ladi, fikrlar bo'ladi, filosofiya va albatta to'yi to'liq versiyasini ham mabodo ko'rgis kelayotgan bo'lsa, pul to'lab bo'lsa ham ko'raman deydigan odamlar bo'ladi-yu. Ana o'shanaqa uchun yopiq kanalimga qilib qo'yaman. Yopiq kanalimga havola videoni ostida turadi. Obuna narxi oyiga $4 kim uchundir qimmatdir, kim uchundir arzondir. Pul bu eng zo'r filtr. Yopiq kanalimda 2 mingta, 5 mingta, 10 mingta odam yig'ilishi shart emas. Undan ko'ra sal qimmatroq to'lab, ana o'sha filtrlardan o'tib kelgan odamlar bilan tanishib, gaplashib, jonli efirlar qilib, ular bilan bo'lisha olayman. O'zimni mana shu baxtli kunimni. Boshqalar loyiq emasmi deydigan bo'lsangiz, yo'q, boshqalar ham loyiq. Shuning uchun mana YouTube vlog qilib qisqartirilgan normalniy takoy versiyasini joylayapman. Prosta shunaqa narsa bo'lishi mumkin. Kimdir uylanmoqchi bo'lib yuribdi va ota-onasiga ko'rsatkisi keladi. To'liq versiyasini mana shunaqa to'y qilmoqchiman deb bo'lajak turmush o'rtog'iga, o'rtoqlariga yoki o'zi ko'rib ilhomlanib qanaqadir g'oyalar olib nimalardir qilgisi keladi.
shunaqa insonlar uchun asosan. O'zi esingizda bo'lsa, bolalik paytlarim Sharof Muqimov bilan Sevinch Mo'minovani to'yi diskliga chiqib ketardi. Kimdirlarning to'yi, kimdirlarning mana shunaqa bazmlari tarqalib, odamlar uyda oilaviy ko'rardi-yu. Tipa shunaqa narsa, lekin bu уже как shablondagi. Xohlasangiz to'y qilish bo'yicha kurs deb qabul qiling, chunki undan oldin ham qatga borganlarim, necha pul sarflaganlarim hammasi bilan tanishtirganman. Yopiq kanalimda hamma informatsiya bor. Va eng muhimi, yopiq kanalimga obuna bo'lish orqali siz ijodimni moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Bilasiz, YouTube'da monetizatsiya yo'q, bu videoda reklama yo'q, sezib turganingizdek. Biz qatdandir pul topishimiz kerak. Afsuski, fotosintez bilan oziqlanishni o'rganmadik. Shunaqa. Kim qani ikkita so'z bilan, qani haqiqiy so'z ustasidan nima chiqadi? Nima qilish kerak? Chin dildan ikkita so'z bilan tabriklang. Ikkita so'z. Oshib ketmang faqat. Sevgi, hurmat. Sevgi va hurmat. Toza. Qani bu yoqda ikkita so'z bilan cheksiz baxt. Qani, okey. Nima tilaymiz? Ko'p sayohat. Mana bu yaxshi tili. Yaxshi tili. Qani? Boylik, sog'lik. Bu yoqda kino rejissyorlarimizdan nima tilaylar chiqarkin, chin dildan bo'lsa bo'ldi. Nima savol edi o'zi? Ikkita so'z bilan kelin kuyovi chin dildan tabriklang. Muhabbat va o'zaro hurmat. To'xtang. Nechta so'z bo'lib ketdim? Muhabbat va shuni qabul qilamiz. Juda ham ko'pchilik beradigan savol, aka yoki ukam ota-onani qanaqa ko'ndirdingiz? Va kimnidir xursand qiladigan, kimnidir ko'nglini sovutadigan javob beraman. Ota-onamni ko'ndirmadim, chunki bu o'zi tegi ota-onamning g'oyasi. Ancha yillar oldin o'smirlik paytimda, sochimni armanlayim. Ancha yillar oldin o'smirlik paytimda hali uylanadigan yoshga ham yetmagan edim, bir gapdan gap chiqib ketganda adam aytdilar, "Shu desang, sani to'yingni bir boshqacharoq qilsak, bir tabiat qo'ynida, spokойный, xotirjam, yaxshi havoda, mana shu narsa meni orzuyim" degan edilar va o'sha paytdan beri bu g'oya men uchun ideya fix bo'lib qolgan. Va bu mavzuda stories ham qo'ygan edim. Tabiiyki ko'pchilikni jahli chiqib, ko'pchilikni dili og'ridi. Asosan erkaklarni. O'zi gap nima haqida? Ko'pchilik so'radi, "Aka, to'yingizni qayerda qildingiz? Lokatsiyasi, kontaktlari, rasxodlarini yozib bering" deb. Va men ularga aytdim, bratlar, akalar, ukalar, agar o'zingizlar shu narsaga yetib kelmagan bo'lsanglar, yon atrofingizlar, tanishlar, o'zingizlarning fikrlashinglar shungacha kelmagan bo'lsa, foydasi yo'q. Men sizlarga u joyi kontaktini beramanmi? Borib to'ylarni o'tkazib berishga harakat qilsam ham o'xshamaydi. Nimaga? Chunki menda bu g'oyani tepasida ota-onam turgan. Ya'ni ota-onam biz xohlaymiz shunaqa to'y qilishingni deyishgan. Ana o'shaning uchun ham bu narsa oson, tez va qiziqarli hal bo'ldi. Undan tashqari, ota-ona ham shunaqa to'y qilishni xohlasa, farzandam, kelin taraf ham bu narsaga qarshi bo'lmasa, jarayonning o'zini gashti bor. O'sha aynan xuddi o'sha joyi bo'lmasa ham shunaqa joy qidirib topish, ular bilan gaplashish, nechta odam chaqiramiz, nechta stol qo'yamiz, jonli musiqa bo'ladimi yoki fonogramma bo'ladimi, qanaqa tadbir, kimlar qanaqa stolda o'tiradi, nechta ovqat bo'ladi, hammasini o'zingiz borib, ko'rib, gaplashib hal qilishingizni gashti boshqacha. Как вам свадьба? Очень прекрасно. Такой необычный формат мне очень нравится. Yoqotdimi o'zi? Yaxshimi? Kelin kuyovni venchanyasiga nima deysiz? Yaxshi idea bo'lganmi? Menimcha bu eng hozir optimalniy zo'r ideya. Bunaqa narsani targ'ib qilish to'g'ri deb o'ylayman. Atmosfera? Atmosfera zo'r. Ob-havo ham zo'r. Hamma narsa joyida zo'r. Bu o'z aslida juda ham chuqur mavzu. Bu yoqda prosta men eringanim yoki o'sha joy reklama qilgim kelmayotganida emas gap. Aynan sizda xarakter bo'lishi, sizni hayot tarzingiz, uyingizdagilar va nariga taraf mana shu narsaga tayyor, shu narsaga yuqori qanaqadir qiziqish bilan yashashi. Va mana shu mavzu ochilganda boshida aytgan gapim, kimnidir xursand qiladi, kimnidir ko'nglini sovutib xafa qilib qo'yadi deyishimdan sabab ham shu. Haqiqat mana shuni tegida. Agar ota-ona, do'st, yaqin, qarindosh urug'lar hammasi mana shu narsaga tayyor bo'lib shu narsani xohlasa, sizga birov yordam berishi shart emas. O'zingiz qilib tashlaysiz. Tayyor emasmi? O'zingiz ham tayyor emasmisiz? Balki unda hali voqlidir. Meni majburlashdi. Nimaga majburlashdi hali bilmayman, lekin O'lmas Temur chiqib, meni ismimni ayting dedilar. Shuning uchun O'lmas Temur. To'yimni boshidan oxirigacha hamma narsani o'zim rejalashtirib, rejissura qilgim keldi. Bu mavzuga yana video davomida qaytamiz. Nimaga bunaqa qilgim keldi? Chunki prosta xarakterim shunaqa meni.
hamma narsa o'zim xohlaganimdek bo'lishi kerak. Endi rasxodlarni ham deyarli hammasini o'zim yopdim, haqqim bor deb o'ylayman. Shunaqa endi bir perfeksionist deb bo'lmaydi-yu, bir ijodkor tabiat odamman. Musiqalar ham, joy ham, odamlar ham, o'tirishi, turishi, konkurslar, balo-battarlar hammasini o'zim rejalashtirib, yugur qilib, fikrimni bitta joyga qo'ya olmay, prям ozgina vahimada yurdim. Lekin hamma maza qildi. Interaktiv o'yinlar bo'lyapti, qo'shiqlar bo'lyapti, teacherdan she'r eshitdik, juda ham ajoyib. Lekin albatta bugun kitob haqida gaplashishimiz kerak. Kitob bizni ma'naviyatimizni yuksaltiradigan narsa, albatta. Bu vazifalarni boshqa odamga topshira olmasdim, chunki meni miyamga kirib, aynan nima xohlayotganimni o'sha odam bilib, keyin boshqalarga yetkazib bera olmasligini 100% bilardim. Lekin o'sha aytganimdek, bu narsani o'zini gashti bor. Misol uchun, yana bir marta aytaman, qilib ko'ring. Xuddi shunaqa emas, lekin qanaqadir bir o'zingizcha boshqacha qilib ko'ring, maza qilasiz. Buni bir hayotingizdagi checkpoint moment bo'ladi-da. Mana hammasini rejalashtirib, rejissura qilib, bir neobычный nimadir qilib ko'rdim. Uni kayfini hech nima bermaydi. Hozir kitobli quiz qilamiz. Men kitobdan savol beraman, sizlar javob berishinglar kerak bo'ladi. Hamma Dostoyevskiyni biladi, ha? Lekin mana shu hamma narsani o'zim rejalashtirib, rejissura qilganim pand berishi kerak edi, pand berishi aniq edi va shunaqa bo'ldi. Bitta narsalar o'xshamay qoldi, bittasi cho'zilib ketdi, parod bo'ldi. Juda qattiq siqilib qoldim, stressga tushdim. To'yim o'tganidan 2-3 kun o'tib shunaqa depressiyaga tushdim, chunki umrimda bir marta bo'ladigan kun va rejalashtirgan hamma narsam ham o'xshamadi. Bitta narsalar umuman yo'q ketib qoldi. Voy deb qattiq siqilib yurdim, lekin aslida unaqa siqilishga arzimaydi. Mendan ko'pchilik kelib so'rayapti, xavotir olmayapsanmi, o'zingni qiynamayapsanmi, har xil problema, tashvishlar bilan yurmayapsanmi deb. Meni xavotirga solayotgan bitta mavzu, bu yoqqa kelgan odamlar yetarlicha kayf qilyaptimi? O't mana shu savol faqat. Birinchidan, o'xshamagan narsalar bu meni miyamdagi qanaqadir rejalaydi-da, uni boshqa odamlar bilmasdi ham. Eng asosiysi, ular kayf qildi, ularning ishi bo'lmadi, nima o'xshayapti, nima o'xshamayapti. Bir-birligi bilan gaplashishdi, tanishishdi, maza qilib o'tirishdi. Balki o'sha narsalar o'xshab, qanaqadir yana konkurslar, yana nimadir aktivliklar qo'shganimda, kelgan mehmonlarni balki miyasi achib ketgan bo'lardi. Chunki men sezdim, orada bir tinchib qolgan payt bo'ldi. Prosta fonga musiqa qo'yib qo'yib, odamlar turib, yurib, gaplashib, yeb-ichib o'tirganida bildimki, prosta kayf qilishdi shundan. Bizga tema, biz mana shu tabiat qo'ynida maza qilib ovqatlanib gaplashib o'tiramiz, shang'ir shung'urdan charchadik degandek tuyuldi menga. Ikkinchidan, aniq bitta aybdorni topish qiyin. U shahar tashqarisidagi joy, baribir kimdirlar kechikib kelardi, kimdirlar ulgurmas edi, odam ko'p edi, miyamdagi rejalar, ideya, g'oyalar ko'p edi, hammasiga ulgurish qiyin edi va men mana oradan shuncha kun o'tib ham aniq bitta aybdorni topa olmayman. Ya'ni men aybim bilan o'xshamay qoldimi ko'p narsa? Men bu kamera orqasida o'tirgan jiyanim aybi bilanmi? Yo'q, aybdor odam yo'q. Prosta ko'p narsa xohlab oldik, o'zimizcha bo'lgani bo'ldi. Kayf. Hozir shuning uchun Dostoyevskiydan emas, bir kichkina kitob olib kelganman. Shundan savol o'qib beraman. To'y kuni nima kerak buni? To'yga asosan faqat yaqin insonlar yoki do'stlar yoki mana shu media sohasida yurgan ijodkorlar kelgani uchun hamma meni tushundi. Nimadan siqilib yurganimni, nimaga ulgurmayotganimni, nima yoqib, nima yoqmayotganini va prosta endi bugun to'yida chidab turaylik emas. Mana shunaqa harakat qilyapti bu bola, sal ulgurmay qo'yotgan ekan. Davay podдержка qilamiz, davay yordam beramiz. Shou qilamiz. Kimdir shou qildi, kimdir fonda muzika qo'yib turdi, kimdirlar bilan gaplashib davrani qizdirib turdi. Ya'ni hamma mana shu jarayonni ichida bo'ldi. Prosta menga achinganidan yoki mayli endi shu bolaga yordam beray, ertaga menga ham qaytib qolar degandan emas, rostdan jarayon qiziq bo'lgani uchun. Iltimos, savol eshitinglar. Savol eshitinglar. Nimaga kerak bu? Muallif aynan shu sahna orqali qahramonni qaysi o'rinda mental qo'rqinchini ochib beradi va bu qo'rquv uning keyingi qarorlarida qanday ta'sir ko'rsatadi? Kimdirlar shu boya aytganimdek prosta kayf qilib, birov bilan ishi bo'lmay yurdi va
umuman hech kimdan xafa bo'lish yoki noto'g'ri tushunish bo'lmadi. Hamma o'zi xohlaganicha kayf qildi, hammani oldiga borib aytib yurdim. Kayf qolsizlarmi? Xursandman, bo'ldi. Aşkım ortamı fotoğraf at bakalım. Kimler kimlerin ortamında. Mana shu insonlar bir joyga yig'ilganini o'zi katta shou, katta bayram. Ishoning, prosta ularni, o'sha ijodkorlarni yig'ib qo'yish kerak va ularga xalaqit bermaslik kerak bo'ldi. To'yim kuni Isom Instagramga video joyladi va o'sha videoda eng yoqqan komment mana bu bo'ldi. Ya'ni kuyov jo'ralari deb hamma erkaklarni haligi emojilarini qo'yib chiqqan. Har xil erkaklar bor, yosh bola erkak bor, mo'ylovli bor, boshiga salla kiygani bor, troll erkak bor, soqolli bor, kal bor. Chunki haqiqatdan ham meni jo'ralarim, tanishlarim, do'stlarim, to'yimga kelgan odamlarning hammasi rostdan shunaqa har xil insonlar. Sababi shuki, men bitta mahalladoshlarim yoki bitta sinfdoshlarim yoki bitta kursdoshlarim emas. Men hayotim davomida o'zim uchun yaqin, qadrdon, tanish odamlarni har xil joydan terganman, topganman. Kimdir operator, kimdir prodyuser, kimdir rejissor, bloger, muzikant, model, mana shunaqa har xil odamlar. Chunki meni fikrimcha ijodkor odamning hayoti shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Misol uchun sinfdoshlarim ham, qarindoshlarim ham, mahalladoshlarim ham zo'r insonlar. Muomalasi zo'r, oqibatli, zo'r odamlar, lekin ijodkor tabiat odam baribir o'ziga o'xshaganlarga talpinadi va unaqa insonlar ko'p bo'lmaydi. Unaqa insonlar oddiy mahallada yoki oddiy sinfda, oddiy kollejda, qarindoshlar orasida bemalol topilavermaydi-da, baribir unaqa odamlarni hayotingiz davomida qidirib haligi o'yinlarda bo'ladi-ku, questlar qilib topasiz. Ana shunaqa. Men xohladim to'yimda asosan shunaqa insonlar bo'lishini. Ya'ni boshqa odamlar ortiqcha, keraksiz, oqibatsiz emas. U odamlarni ham hurmat qilaman, yaxshi ko'raman, zo'r insonlar, lekin aynan to'yim mana shu ijodiy muhitda o'tishini xohladim. Shuning uchun asosan har xil ko'rinishdagi ijodkorlar keldi. Archa, jonarcha, yaproqlaring ninacha, atrofingda aylanib kunduzi uylandi barcha. To'g'risini aytaman, kutilmagan point, hammadan ham ko'ra ko'proq do'stim Doston uchun xursand bo'ldim. O'zi juda introvert bola, sal uyalchanroq ozgina, uyda o'tirib ishlaydi, mana bunaqa to'y-po'ylar, raqsga tushish degan narsa men Doston raqsga tushganini hayotda ko'rmaganman va hozir shu joyni Doston ko'rib o'tirib jahli chiqayotgan bo'lsa kerak, siz jinnimisiz, nimaga men haqimda gapiryapsiz, nimaga meni o'ynaganimni butun xalqqa ko'rsatyapsiz deb. Lekin o'sha bola uchun xursand bo'ldim. Doston chiqib raqsga tushdimi, ya'ni o'yinga tushib ketdimi, demak to'y вообще dahshat o'tdi. Boshqa bolalar mayli tipi tayyor bo'lib o'ynaymiz, misol uchun Ahror yoki tam montajyor Timur, ular o'zi shundoq ham uyalmaydigan, o'z-o'zini jaydari bolalar. Lekin Doston men hayotimda rostdan nimadir o'zgarish qila oldim. Kimdir hayotida qanaqadir o'zgarish qila oldim. O'zi erkak kishi to'yda raqsga tushishi men uchun doim g'alati ko'ringan. O'zim ham to'ylarda raqsga tushmaganman, birovlarni raqsga tushishini ham oqlamaganman. Lekin meni to'yimda hammamiz maymundek o'ynadik. Rahmat, yoshlaringizga baxtli. Nimaga? Ba'zi insonlar menimcha sababini bittada tushungan bo'lsa kerak, har ehtimolga qarshi. O'zbekcha to'ylarda absolut har xil odamlar bo'ladi. Misol uchun opammi kursdoshlari, amakimmi shogirdlari, tog'ammi xotinini qiz tarafdagi dugonalari, adammi hamkasblari, onammi gapdoshlari, shunaqa har xil odamlarning orasida o'sha har doim aytganimdek g'alati yoqimsiz akustikada, yoqimsiz g'alati jinni ketdi ashulalarga erkak kishi chiqib raqsga tushishi rostdan sal ko'ngil tortmaydiganroq ishda. Amamitti hamma bir-birini taniydi, hamma bir-birini tushunadi, hammani musiqiy didi, musiqiy vkusi bir-biriga yaqinroq va rostdan ham raqsga tushishga majburlaydigan musiqalar, qo'shiqlar qo'yildi-da, o'zi shundoq ham kam odam, hamma svoylar, hamma tushunadigan odamlar
конечно raqsga tushasan. Boshqa yana qachon raqsga tushasan? Qachon yana o'ynaysan? Agar shu kuni shunaqa atmosferada bo'lmasa. Hozir yana bitta qiziqarli interaktiv bo'ladi. Muzqaymoq tarqatamiz. Ya'ni o'zimiz yasab berib buyurtmaga binoan. Muzqaymoq tarqatish g'oyasi aslida kelin bolaga tegishli. Juda ko'pchilik shuni maqtadi. "Va, zo'r ideya qilibsan, ko'rdim, havasim keldi" deb. Endi bir maqtanib qo'yib bir kreativniy qizga uylandik-da biz ham endi. Juda qiziq jarayon bo'ldi. O'zim maza qildim, cho'zilib ketdi. O'zi 3 ta dona odamga muzqaymoq beramizda, keyin qolganini ishchilar qilib beradi dedim, lekin jarayonga kirishib ketdim va endi tugataman degan paytim adam kelib qoldilar. Endi kuyov adasiga ham qilib berishsin deb, "Xo'p, endi tugataman" deb turgan paytim boshqa qadrdon odamim kelib qoldi, singlim kelib qoldi, cho'zilib ketdi. Lekin вообще kayf qildik. Sizga ijod qilyapman mana. Ha, sizga ijod qilyapman. Получается, nima qilaman-da ijod sizga. Oreo, shokolad. Nima qilaman-da? Uni topish ham oson bo'lmadi. Unaqa servis qilib beradigan joylar deyarli yo'q ekan. Tasodifan topdik. Ungacha rasa unisi bilan gaplashdik, bunisi bilan gaplashdik. Bittasi вообще qimmat narx aytyordi, bittasi umuman bunaqa narsa qilib bera olmaymiz dedi. Baribir o'zimiz xohlaganimizdek bo'lmadi-yu, lekin chiroyli chiqdi. To'yga bir 3 kun qolganda o'tirib, yozishib, telefonlashib, menyularni tasdiqlab va yana bir marta aytaman, buni gashti bor. Bu narsalarni o'zingiz qilishingiz kerak. Organizator bilan, qaysidir bloger yordami bilan emas, o'zingiz qilsangiz, esingizda qoladi mana shu narsalar. Maza qilasiz. Buni rohati boshqa. Buni rohati bo'lakcha. Boshlovchi sifatida teacher Azamni chaqirib 100% to'g'ri qilman. Muzqaymoqqa munosabatingiz qanday? Zo'r munosabatim. Hozir o'zida yaxshi bo'lib qoldi. Yeborish kerakmi? Yeb yalavorish kerak. Ikkinchisi faqat. O'zi o'sha hammani to'yga chaqirayotganimda aytdim-da, bekor o'tirmanglar, nimadir o'zingizlar bilan ideya olib kelinglar, nimadir qilinglar dedim va teacher Azamga shunaqa gapirishga haddim sig'madi. Meni majburlashdi. Teacher Azamga aytdim, "Usta" dedim, "Biz muzqaymoq tarqatamiz, o'shanda boshlovchilik qilib berasiz, haligi vaziyatni kontrol qilib, gapirib, bu yoq qilib" dedim va o'yladim, normalniy takoy chiroyli qilib o'tkazib beradilar deb, lekin zo'r bo'ldi. Teacher Azam aynan mana shu boshlovchiligi bilan meni to'yimni alohida ko'rki, alohida bezagiga aylandi. Rahmat javob uchun. Ommaviy tarzda ham bitta rahmat aytmoqchiman. Albatta o'zlariga ham rahmat aytib qo'yganman. Hamma oldida rahmat aytmoqchiman. Juda zo'r, juda qiziqarli ish bo'ldi. Voqea kirsam, maylimi? Gullar tersam, maylimi? Kelin bilan kuyovni tabriklasam, maylimi? O'sha to'yimga bir necha kun qolganda muzqaymoqni gaplashdik deb turgan paytim, kamerani ortida turgan jiyanim Abubakar tufli haqida aytib bering dedi. Eng qizig'i, tufli olish esimdan chiqib qolgan ekan. Tasavvur qilyapsizmi? Tufligim yo'q, umuman men tufli kiymaydigan odamman. Krossovka kiyaman, qanaqadir makasini ham kiymayman. Faqat krossovka yoki etik kiyaman. Bitta katta etigim bor edi. 26-da Andijonga borib kuyov navkar qilishimiz kerak edi. Qizni, kelinni olib kelishim kerak edi. Ota-onasini oldida rozilik olib, o'sha yerda nikoh o'qitib, ya'ni odatiy to'y bo'ldi baribir. Andijonda kichkinagina odatiy to'y bo'ldi. Toshkentda bitta kichkinagina odatiy to'y bo'ldi. O'sha yerga borishga tufligim yo'q. Umuman prям chiqib ketishimiz kerak bo'lgan payt, to'xta, meni tufligim yo'q dedim. Etikda ketdim Andijonga. Va eng qizig'i, haligi kuyov navkarda kuyov oyoq kiyim bilan kirib ketirish mumkin ekan. Men hammani kuttirib, ishtonni ko'tarib, katta etikni yechib, hamma qarab hayron turibdi, nimaga bu etik kiyib olgan deb. Eng qizig'i, xuddi shunaqa etik dostonda ham bor edi. Bir xil ikkalamiz bir xil etik kiyib borganmiz. Keyin Toshkentga qaytdik va shu jiyanim Abubakar bilan qidirdik. Dushanba bo'lib qoldi. To'yim seshanba edi. Dushanba kuni bozorlar ishlamaydi va uni ham aylanib tasodifan zo'r tuflini 300 ming so'mga topdik. 250 mingga. 300 ming emas, 250 ming. 250 ming so'mga topdik. Dahshat tuflini. Endi skidkada bo'lganda, o'shanda bilasizmi nimani o'yladim? Hayotim davomida shu paytgacha kimdirlar 200 ming so'm pulim muxlatib ketdi, kimdirlar 500 ming olib qaytarib bermadi, qayerdadir pulimni yo'qotib qo'ydim. Mana mashlarni hammasi yig'ilib, shu tuflida o'shani bir adolati tiklandi deb o'yladim. Chunki, qimmat kamida 8 ming, 1 millionlik tufli edi. Endi bir kun to'yda kiyaman, shu bilan boshqa kiymayman.
Omadim kelib qoldi, arzonga oldim, u ham o'sha to'yimdan bir kun oldin shoshib pishib hal qildim. Va yana bir marta, 5-marta aytaman, buni ham o'zini gashti bor. Tushunasizlarmi? Prosta tipi kelibdiga kirib, prosta o'tirib qaytib chiqish fuflo, tufta. Mana shunaqa sarguzashtlar bilan qilishingiz kerak. Uni o'sha narsa esda qoladi. Ertaga bolalarga, nabiralarga et berib o'tiradi. Men вообще Andijondagi kuyov-navkarga etida borganman. Bu yoqda tipi, adang yoki dodang shunaqa qilgan rostdan ham hamma gapirgan. Mana shunaqa narsalar bilan esda qoladi. O'zi umuman esda qoladigan tadbir o'tkazishni siri juda ham oddiy. Yozib oling, eslab qoling. Qarang. Qo'lingizdan kelgancha yoqimli atmosfera yaratishga harakat qilasiz va o'sha joyga ijodkor odamlar, ijodkor tabiat odamlar, yaxshi aura farmit qiladigan odamlarni chaqirasiz. Eng muhimi minus aura, minus vibe qiladigan odamlarni chopasiz. Qo'rqmasdan, o'ylamasdan sekingina chop borasiz. Va eng asosiysi, u odamlarga xalaqit qilmaysiz. U odamlarni bo'lar bo'lmaski bezovta qilmaysiz. Vaziyatni ularni o'ziga qo'yib berasiz. O'zdagi nimalardir qilib tashlashadi baribir. Ochiq havoda edi boshqa edi menga juda. Это очень круто, да? По-твоему? По-нашему тоже. Nima deydi Qodir? Bu bilan to'yimga kelmagan odamlarni hammasi minus aura edi, minus vibe edi, o'shaning uchun chaqirilmadi emas. Ba'zi odamlarni chaqirganimda kela olmay qoldi, ba'zi odamlarni chaqirishga ulgurmadim, ba'zi odamlar prosta esimdan chiqib qoldi. Buni hozir syomkadan oldin ham shu jiyanim bilan gaplashib o'tirib, biz nimaga mana bu odamlarni chaqirmadik? Nimaga hech kim xayoliga kelmadi?" dedim. Mabodo o'sha odamni ko'rayotgan bo'lsa, uzr, sizlarni chopganimiz yo'q. Просто Желание Хафиза, да. Самое лучшее, самое прекрасное. Пусть его всегда окружают только лучшие люди, такие как я. Спасибо. O'zi qanaqa logika bo'yicha to'yga odam chaqirdim? Birinchi eng yaqin odamlarim, albatta ular kelishi shart edi, bu fakt. Ikkinchisi, meni to'yga chaqirgan odamlar, chunki ularni chaqirishim shart edi. Chaqirmasam вообще minus vibe bo'lib qolardi. Uchinchisi o'sha aytganimdek, yaxshi aura, yaxshi vibe, yaxshi kayfiyat tarqata oladigan, to'yni shukuhini oshirib bera oladigan odamlar edi. Afsuski 50 kishilik stol qilganim uchun hammani ham chaqira olmadim. Kimdirlar kela olmay qoldi. Stop, to'xtanglar. Bu sal adabiyotga kiryapti odam. Bu Xlistakov o'zi sizlar bilmaysizlar. Google kim bilmaysizlar. Men harakat qilyapti, o'qigan. Qo'yinglar eshitamiz. Qanaqa? U shunaqa rasvo qilyapti, nima bitta eshitamiz. YouTube ga to'yni to'liq versiyasini joylamayman, chunki birinchidan buni iloji yo'q. U yoqda juda ko'p musiqalar bor. YouTube shunchaki mualliflik huquqlari, Content ID deb videoyimni va kanalimni ham o'chirib yuborishi mumkin. O'zingizlar yaxshi bilasizlar, birovni musiqasini ishlata olmaymiz. Ikkinchidan, to'liq videoni qo'yishdan menimcha foyda ham, mazmun ham yo'q, chunki hamma maza qilib, erkin, o'zini xohlaganicha tutgan va u narsani katta auditoriyaga chiqarib bo'lmaydi. Kimdirlar noto'g'ri tushunadi, kimdirlar uchun bu narsa zerikarli ko'rinadi. Xullas kerak emas katta auditoriyaga ko'rsatib. Men adushi niyat qilganman, kunduzning to'yida 4 qator qo'shiq aytib beraman deganman. 4 qator qo'shiq. Lekin bitta shart bor, hamma men bilan birga jo'r bo'lish kerak. G'iybatimiz qilayotganlar gunohlarim addushsizga. Bu to'yim haqida qisqachagina vlog video edi va boya aytganimdek, to'lig'ini ko'rmoqchi bo'lsangiz, yopiq kanalimga marhamat tashrif buyuring. U yoqda hamma narsa bor. Savollaringizga ham javob beramiz. Havola izohlarda. Oxirigacha ko'rgan bo'lsangiz, kattakon rahmat. Albatta videoga like bosib, kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlaganingiz uchun tashakkur. Har doimgidek sog' bo'ling, salomat bo'ling, ehtiyot bo'ling. Pastlarga pas ketma deb otam zo'r tarbiya berganlar bizga. mbkstudio.tv super portal. Rahmat, sog' bo'linglar.